Shu chegarani ko'ryapsizmi? Ajoyib. Siz shunchaki bugun 5:30 gacha shu yerda turishingiz kerak. $50 naqd berasizmi? Ha. Barakalla. Rahmat. Michael, men sizni to'liq stavkaga ishga o'tishingizni xohlayman. Ha, albatta. Jonim bilan. Juda yaxshi. Qalaysan, og'ayni? Hoy, ehtiyot bo'l. Men bu yerdan siljimasligim kerak. Nimalar deyapsan? Ko'rib turibsan, ishlayapman. Balki biz bilan skeyt uchishga borarsan? Borgan bo'lardim-u, lekin ishdan keta olmayman. Ishlayapman, bandman. Seni hatto hech kim kuzatayotgani ham yo'q-ku. Men bu uchun maosh olyapman axir. Ha, mayli, o'zi biladi. Mayli, omadingni bersin. Hoy, to'xta. Yordam beringlar. Yo'ldan qoch, dovdir. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Iltimos, menga yordam bering. Kechirasiz, ishimni tashlab keta olmayman. Nimaga tashlab keta olmas ekansiz? Axir qochib ketyapti. Iltimos. Rostdan afsusdaman, xonim. Rostdan. Bahona. Michael, siz sodiq va ishonchli xodimsiz. Maoshingiz 30% ga oshdi. Rostdan-a? Endi bo'lsa, bu sizning yangi ish joyingiz. Buncha katta. Bu joyning chiroyliligini qarang. Bu yerdan hatto ko'prik ham ko'rinib turar ekan. Siz bunga loyiqsiz. Bugungi maoshingiz $2000. Siz bilan ishlaganimdan xursandman. Lekin endi nafaqaga chiqmoqchiman.